Avvalambor assalomu alaykum azizlarimiz. Bizning tabriklarim loyihasi orqali kutilmagan qo'ng'iroqlarimiz bilan yaqinlaringizni baxtiyor etishingiz mumkin. Bugun ham shunday kutilmagan qo'ng'iroqlar egasiga baxtli qo'ng'iroq qilishni boshlaymiz. Allo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nigoraxon opajonimiz bilan to'g'ri bog'landikmi? Ha, to'g'ri. Opajonim, salomatmisiz? Rahmat. Ayni damda sizni tabriklarim loyihasidan bezovta qilyapmiz. Men loyiha boshlovchisi Madinaxon bo'laman. Ha. Opajonim sizni bezovta qilib qo'ymadikmi? Yo'q, bezovtasi yo'q. Xo'p, bo'ladi, rahmat opajonim. Bugun yaratgan Robbimizga banda, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga ummat bo'lgan kuningiz ekan. Ha, alhamdulillah. Shu munosabat bilan yaqinlaringizdan siz uchun chiroyli dilizxorlari va tabriknomalar yetib kelgan. Taxmin qilib ko'rasizmi, kimlar sizga dilizxorlar yo'llaganlarini? Taxmin qila olmadim lekin. Yaqinlaringizdan, oila a'zolaringizdan. Qizimniki. Ha, juda ham to'g'ri topdingiz. Sizni tabriklab umr yo'ldoshingiz Husanjon aka nomlaridan, nabiralaringiz Saidmurodlar nomlaridan va barcha yaqinlaringiz, qarindoshlaringiz nomlaridan. O'g'lingiz Eliyorjon va qizingiz Nilufar opajonlarimiz siz uchun chiroyli dilizxorlarni, tabriknomalarini yozib qoldirganlar va ushbu dilizxorlarni sizga chiroyli qilib yetkazib qo'yishimizni iltimos qilganlar. Agar ruxsat bersangiz, tayyor bo'lsangiz, o'qib eshitiraman. Tayyormisiz? Tayyorman. Xo'p, bo'ladi opajonim. Boshladim. Assalomu alaykum onajonim. Nur yuzli farishta. Duogo'yim. Sizni tavallud ayyomingiz, shukrona kuningiz, 43 bahoringiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Bugun 43 yoshni qarshi olar ekansiz. Ko'z o'ngimdan yoshligimiz, sho'xliklarimiz sizni qiynab, ba'zida yoshlik qilib yoki-da erkalik qilib qilgan injiqliklarimiz birma-bir ko'z o'ngimdan o'tmoqda. Onajon, o'ylab qarasam dunyodagi eng yaqin insonim. Meni mendan-da ortiq ko'radigan, meni mendan-da ortiq yaxshi ko'radigan. Farzandlaringiz haqida o'zimizdan-da ko'proq o'ylaydigan, bizni hammadan yaxshi ko'radigan insonimiz siz ekansiz. Bugun ulg'ayib, siz bosib o'tgan qiyinchiliklarni, siz boshingizdan o'tkazgan sinovli kunlarni oz bo'lsa-da tushunib yetyapmiz. Onajon, siz bizning onamiz ekanligingizdan faxrlanamiz. Sizning bu dunyoda borligingiz bizning baxtimiz. Doimo sog' salomat bo'ling, hech ham xasta bo'lmang. Allohim umringizni ziyoda, rizqingizni ulug', martabangizni esa bundan-da baland qilsin. Bunday yoshlarni ko'pini ko'rib yuring. 100 yoshlaringizda ham dadajonim bilan birgalikda bizni duo qilib yuringlar. Hech ham xasta bo'lmang. Siz dunyodagi eng mehribon, juda ham oq ko'ngil va samimiy insonsiz. Ko'zlarimning nuri, jannatimning kaliti, duogo'yim. Sizning borligingiz bizning baxtimiz, onajonim. Tez kunlarda Allohim baytlariga chaqirsin. Birgalashib borishliklar, hojonalar, hojotalar bo'lib yurishliklarni Allohim nasib aylasin. Allohim sizni yaxshiliklar ila sevintirsin. Qalbingiz tubidagi orzu, maqsadlaringizni amalga oshirib, duolaringizni ijobatini ko'rsatsin va har ikki dunyo saodatiga erishtirsin Allohim. Onajonim, garchi bu dilizxorlarni har doim ham o'zingizga o'z tilimiz bilan izhor eta olmasak-da, sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Baxtimizga doimo sog' omon bo'ling. Ostonada kutarsiz. Kelib qolsaydi bolam deb. Men yuraman ro'zg'or-u bolalarim g'amini yeb. Asli bir kam dunyoning to'ldiraman kamin deb, sizni yo'qlab kunda bir bora olmayman onajon. Sizga rayhon hidini saqlab dimog'ingizda. Kelib qolar deb olib qo'yib oshni tovog'ingizda. Yuragingiz ezilib sog'ingan chog'ingizda sizni yo'qlab kunda bir bora olmayman onajon. Siz bedor, men beparvo, uyqum, tushlarim qursin. Siz novosoy etgan nodon ishlarim qursin. Sizni kuttirib qo'yib qilgan ishlarim qursin. Sizni yo'qlab kunda bir bora olmayman onajon. So'ray endi Xudodan ochsin sizga yo'limni. Dunyo ishi to'smasin sizga cho'zgan qo'limni. Bag'ringizga egildim, qabul aylang o'zimni. Sizni yo'qlab kunda bora olmayman onajon. Onajonim, yana bir bor tavallud topgan kuningiz muborak bo'lsin. Aziz boshingiz omon bo'lsin. Bunday yoshlarni ko'pini ko'rib yuring. Allohim sizni yaxshiliklar bilan sevintirsin deya Nilufar opamiz
dil izhorlarini yakunlaganlar. O'g'lingiz Elyorbek olis jinoz safarda bo'lsalar ham ushbu dil izhorlarini va sizni judayam yaxshi ko'rishlarini, sizni judayam sog'inganliklarini, siz dunyodagi eng mehribon ona ekanligingizni ta'kidlab, sizni judayam yaxshi ko'rishlarini takrorlab, o'z dil izhorlarini yakunlaganlar. Sizning ham o'g'lingiz Elyorbekka, Nilufar opamizga aytmoqchi bo'lgan dil izhorlaringiz, gaplaringiz bo'lsa, marhamat, yo'llab olishni imkoniyatingiz bor. Bolalar omon bo'lsin. Dunyo juda Allohning mehrga, muhabbatga doim to'lib yursin. Qizim Alloh bergan farzandini rohatlanib ko'rsin. Judayam aqlli, farosatli bola bo'lsin. Makkaga iymon bo'lsin. Bolam umri uzoq bo'lsin, ilohim. Iymonli, insofli, iyonatli, chiroyli, yaxshi kelinlik ko'rishmagina shuncha bo'lgan boqmasda. Ilohim shu davlat xizmatlarida jonini fido qilib, yuksak voyaga erishsin. Inshaalloh, inshaalloh. Ko'zingizdan oqayotgan ko'z yoshlar quvonch ko'z yoshlari degan umiddaman opajonim. Inshaalloh qilgan barcha niyatlaringizni ortig'i bilan Alloh ham yetishtirsin. Opajonim, yana bir bor tavallud topgan kuningiz muborak bo'lsin. Oilangizdan tinchlik, xotirjamlik, dasturxoningizdan qut baraka, xonadoningizda fayz arimasin opajonim. Qisqa muddat ichida qalbingizga quvonch, yuzingizga kulgu tabassum, ko'zlaringizga quvonch ko'z yoshlari ulashib olgan bo'lsak, biz bundan benihoyat mamnunmiz. Kuningiz yaxshi bo'lsin, yana bir bor tavallud topgan kuningiz muborak bo'lsin. Ilohim Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Rivoj bersin. Mana ko'p dillardan shodqa beruvinglar ilohim. Topganingiz Alloh bersin. Rahmat, rahmat. Barcha aytgan niyatlaringiz o'zingizga ham hamroh bo'lsin. Samimiy suhbatlaringiz uchun alohida rahmat. Qimmatli vaqtingizni ayamaganingiz uchun. Rahmat, Xudoga xo'p, dasturiylar tomon bo'linglar. Sog' va salomat bo'ling, kuningiz yaxshi bo'lsin.